Assalomu alaykum. Aziz O'zbekistondan kelgan hojilarimiz, Xudoya Parvardigora mana shu yerlarga umid bilan keldik. Alloh taolo gunohlarimizni o'zi mag'firat qilsin. O'zi Qur'oni Karimda aytgan, ey bandam, tavba qilgin, tavbangni qabul qilaman degan va'dasi bor. Parvardigora o'zi o'ta mehribon, o'ta rahmli, o'ta kechiruvchi zot. Faqat nomus bo'lmasdan Allohdan so'rab tursak bo'ldi. Hammalaringda hoji mabrur bo'lishlaringni, saylaring mashhur bo'lishini, gunohlaring mag'fur bo'lishini Allohdan so'rayman. Oqibatimiz bundan ham zo'r bo'lsin, bundan ham ziyoda bo'lsin. Eson omon haj amallarini bajarib, yurtimizga eson omon yashash bardavom joyimizga yetib borish Alloh nasib qilsin. Undan keyin oqibatimiz yaxshi bo'lsin. Arafat tog'ida, Muzdalifada, Minolarda Parvardigora yonimizda, oldimizda turgan eng mas'uliyatli haj amallarini, ibodatlarni oson